Bir haftadan keyin bitirib berishar ekan deb ayting. Bir haftadan keyin biz bularning uyini to'liq bitirib o'zlariga topshiramiz. Xudo xolisa juda chiroyli uy bo'lyapti. Sizlarniki mahallalardagi eng zo'r uy bo'lyapti. Mana shu zinadan qo'yilgan birinchi qadam va mana shu uyga bitta qarab, bu yoq tomoniga ham qarab, bo'lgandagi hissiyot, baxtni men sizlarga tasvirlab bera olmayman, to'g'rirog'i. Endi ular mana shu kelishadi, mana shudan kirishadi. Qanaqa xursand bo'lishar ekan, men kutyapman, juda intiqlik bilan kutyapman. Xudo xolisa bu uy bitirishimizga bor yo'g'i 1 hafta vaqt qoldi. Hozir tashqi tomonlar to'liq bitib bo'ldi o'sha. Kimdir bu videoni ko'rdi, shunchaki o'tkazib yubordi. Kimdir bu videoni ko'rdi, yordam berdi, kimdir ehson qildi, kimdir like bosdi. Ko'rasiz, mana shu yerda bir